Bugungi videoda 10 ta obunachi 5 ta shart bo'yicha bellashib, g'olib bo'lgan ishtirokchi o'ziga yoqqan butsini tekinga olib ketishi mumkin. Ushbu videoda siz ham sovg'a yuta olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Bizda birinchi shart bu penalti. Sirazu birinchi shart yuzida 3 ta ishtirokchi chiqib ketadi. Sababi penalti tepishni bilmagan ishtirokchi bizning challenge'da davom ettira olmaydi. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rib qanday qilib sovg'a yutib olaman deyishingiz mumkin. Bu juda ham oddiy. Videoni turli vaqtlarda sizga harflar ko'rsatiladi. Ushbu harflar jamlanmasini birinchi bo'lib yozgan 3 kishi g'olib sanaladi. Yaxshi. Nasrullo keyingi bosqichga o'tadi. Давай. Hadi. Ana? 10 ta ishtirokchidan 7 ta ishtirokchi qolishi kerak. Shuning uchun urolmagan 4 kishi yana penalti tepishadi va 1 kishi keyingi bosqichga yo'l oladi. Hop. Mana 5. Ana bitta. Videoni aynan shu yerga kelganda like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Bu narsa kanal rivoji uchun juda katta hissa qo'shadi. Xo'p bolalar, demak sizlar 3 tadan 2 ta komandaga bo'liningizlar hamda sardorlarni tanladingizlar o'zlaringizga. Endi sardorlari sizlar uchun harakat qilish kerak. Viktorina bo'lib o'tadi. 10 ta savol beraman. Eng ko'p savolga to'g'ri javob bergan komanda kapitani o'zini jamoasida bitta ishtirokchini saqlab qoladi. Yutqizgan jamoani kapitani esa bitta ishtirokchi chiqib ketadi, kapitan uyinda qoladi. Demak, tayyorsizlar? O'qiyman. FIFA Jahon chempionati tarixidagi eng ko'p gol urgan futbolchi kim? Lionel Messi. Ronaldo. Pele. Ikkalari lazım xato javob beringlar. Keyingi savol. UEFA Chempionlar Ligasi tarixidagi eng ko'p g'olib chiqqan klub? Real Madrid. Aha, jiyanga 1 ball. Cristiano Ronaldo nechta klub tarkibida Chempionlar Ligasini yutgan? Sporting, Manchester United, Juventus. Ikkita aka topdilar. Eng ko'p oltin to'p yutgan futbolchi? Messi. Jiyanga yutib ketadi. Bir o'yinda 5 ta gol ursa nima deylar? Pentatrik. 2-2. Samba futbol bilan mashhur davlat qaysi? Amerika. Yo'q, xato. Braziliya. Braziliya? To'g'ri javob berdi. 3-2. Barselona tarixidagi to'p urar kim va u nechta gol urdi? Lionel Messi. 591 ta. No, Messi dedilar, to'g'ri qilamiz. 672 ta. El Fenomeno laqabi qaysi futbolchiga berildi? Fenomeno. Cristiano. Xato. Aha, keyingi savolga o'tamiz. Zubastik Ronaldoga berildi. Penalti nuqtasi necha metr bo'ladi? 11 metr. Qaysilar bilish? Qiyinmi? Akam. Aka, bal. Oxirgi savol. UEFA Yevropa chempionatini eng ko'p yutgan jamoa. Portugaliya. UEFA. Yevropa chempionatini Benfica. eng ko'p yutgan jamoa. Yo'q, Yevropa chempionati. Davlatlar o'ynaydi. Ha, davlatlar kim? Ispaniya bo'lsa kerak. Xo'p, yana bitta bordi. Sevilla. Fransiya. Aha. Ikkita davlat, to'g'ri aytsalar, Germaniya. to'g'ri javob berdilar. Menimcha 4-3 g'olib bo'ldilar bu kishi. Sizlar jamoadan bitta odam tark etadi, sizdan boshqa. Biz avval tekshirdik, 4-4 bo'lgan ekan. O'sha uchun qo'shimcha yana bitta savol beraman. Topgan ishtirokchini jamoasi yutadi, yutqizgan ishtirokchidan esa bitta ishtirokchi tark etadi. Demak, diqqat qilsalaringiz, bu savol men o'zimning miyamdan sextuple natijasini qayd etgan jamoalar nechta? Jiyan topdi 2 ta, Bavariya hamda Barselona. Aka, siz qolasiz o'zingiz, lekin komandangiz bilan kelishing va bitta odam chiqara oling. Akalar. Kim? Sardor chiqib ketmaydi. Shart shunaqa edi. Va siz 2 kishidan 1 kishini o'zlaringiz tanlashlaringiz kerak. Kim chiqib ketmoqchi? Keyingi shartda yordam beradigan odam olib qolishlaringiz kerak, lekin keyin shartni ayta olmayman. Don Zeki bilan hal qilasizlar. Okey, davay. Don Zeki. Aka, rozimisiz? Qarang, majburiy emas. Shu yerga kelganda bizda keyingi shart bu shtrafnoy. Har bitta ishtirokchi 2 tadan tepish huquqiga ega. 2 ta qolgan jamoaning ishtirokchilari ham to'liq 6 ta tepishadi va bu kelishilgan holda bo'ladi. Har bitta jamoada 6 tadan zarba va yutqizgan jamoa challenge-ni tark etadi.
kerak shuni. Xo'p, bizada demak bizani sariq jamoa tark etadi. Maksimal harakat qildilar. Jiyan, sen xafa bo'lma. Nu yaxshi o'ynaykan, yaxshi harakatlari yaxshi, lekin afsuski omad sal yetishmadi. Ko'k jamoa esa sizlar ham xursand bo'lishga shoshilmanglar. Endi finalda o'zlaringizga o'zlaringiz raqib bo'lasizlar. Ketdik. Demak, finalga bizada 3 ta ishtirokchi yo'l oldi va lekin bizada tanlanmay qolib ketgan yana bitta ishtirokchimiz bor edi va u finalga qo'shiladi. Nasrullo Finalda ishtirokchilar darvoza to'sinini poylashi zarur. Har biriga 3 tadan imkon beriladi. Poylay olmagan ishtirokchilar challenge-ni tark etishadi. Deydi. Sen yaltoqsanmi? Deydi. Geometra ma'lumingni. demak bizada finaldagi final bo'ladi. 4 ta ishtirokchidan 2 kishi perikladini poyla oldi, qolganlar tika olmadi. O'sha uchun endi o'sha 2 kishi o'limgacha, xatogacha bellashadi. Deydi. Batta kulminatsiya narsa bu. Xolis. Finalda qizg'in bahs bo'lgan holda ikki ishtirokchi bir xil xato va bir xil muvaffaqiyatga erishishdi. Shu yerga kelganda finaldagi final uchun boshqa shart berishga qaror qildim. Demak, ko'rdik, juda ham qiziq, juda ham bir nima deydi? O'limgacha jang bo'ldi. Endi esa bizga yangi shart narigi darvozadan bu darvozaga gol urish kerak bo'ladi ishtirokchilar va ko'ramiz kim g'olib bo'ladi. Siz esa like bosib obuna bo'lishni unutmang. Nima deysan? Uraman. Ura olasanmi? Ha. Dada, aylandim. Tayyormi? Go. Gol mana, amna ne gol bu? Gol. Va bizda taqirroq. Bizda g'olib Nasrullo. Hozir Alim Sport Shopga boramiz va o'zlari xohlagan, yoqtirgan butsini bemalol tanlashlaringiz mumkin bo'ladi. Qolgan finalistlarga ham sovg'amiz bor. Keling, shoyimi? Jiyana finalgacha yetib keldi. O'sha uchun Jiyanga ham alohida bitta forma sovg'a qilamiz Alim Sport Shopda. Mana biz Alim Sport Shopga yetib keldik. Nasrullo o'zi xohlagan, o'zi yoqtirgan butsini emas, faqat sarakanoshkani xohlagan tanlovli videoda ko'rsatish mumkin. Nasrullo, tanlovi o'zingga ma'qulmi? Shotga. Agarda sizlar ham shunaqa challenge'da ishtirok etish xohlasalaringiz, hozirroq kommentariyada o'zlaringizdan qayerdanliklaringizni yozib ketinglar hamda like bosib obuna bo'lishni unutmang. Mana challenge'imizda 2-o'rinni olgan ishtirokchimizga ham sovg'alarini taqdim qilamiz bemalol. Mana challenge haqida fikrlaringizni ham bir og'iz aytib keting. Challenge yaxshi o'tdi. Ikkinchi o'rin ham emas. Endi kuchli bu qaytishga challenge tayyorlanaman. Bu challenge cho'qilsam birinchi o'rinni olishga harakat qilaman.